Assalomu alaykum hammaga. Bu Alfazun, Anifalar markazi. Men Usmonov Shohrux. Sizlar bilan bugun uchburchakda burchaklar mavzusini zo'r qilib tushuntirib qo'yib, misollarni eng sodda uslubda ishlashga harakat qilaman. Hop, unda biz mavzuni boshladik. Hop, birinchi qoidamiz bu uchburchakda ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga tengligi. Ya'ni bizda uchburchak bo'ladigan bo'lsa, bu ichki burchaklar bo'ladi. Buni beta desak, buni fi burchak deymiz. Bu doim o'rinli. Ya'ni har qanday uchburchakka tegishli barcha ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Hop, alfa plus beta plus fi burchagimiz doim 180 gradusga teng. Bu ixtiyoriy uchburchakka tegishli. Hop, bizga keyingi qoidamiz uchburchakning tashqi burchaklar yig'indisiga doir. Hop, deylik, butini x, butini y, bu yog'ini z burchak desak, bizda uchburchakning tashqi burchaklar yig'indisi doim 360 ga teng. Ya'ni x plus y plus z burchagimiz doim 360 gradusga teng bo'ladi. Bu ham ixtiyoriy uchburchakka tegishli. Hop, keyingi qoidamiz bizda hop, butini alfa, butini beta, butini z burchak deydigan bo'lsak, hop, uning tashqi burchagini x deylik. Uchburchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan, ya'ni x ga qo'shni bo'lmagani z. Hop, unga qo'shni bo'lmagan uchburchakning ichki burchaklar yig'indisiga teng. Ya'ni alfa plus beta teng bo'ladi x ga. Bu ham doim o'rinli. Teng bo'ladi x ga. Bu ham ixtiyoriy uchburchakka tegishli. Hop, bizda keyin uchburchaklarning turi mavjud. Deylik, birinchisi teng tomonli. Nomlanishidan ko'rinib turibdiki, barcha tomoni teng. A bo'ladigan bo'lsa, har bir burchagi 60 dan bo'ladi. Qoida bu. Ya'ni teng bo'lsa, deylik, hop, bizda keyingi qoidamiz, keyingi uchburchagimiz teng yonli bo'ladi. Teng yonlimizda nomidan ko'rinib turibdiki, ikkita yoni teng. Qolgan tomoni unga teng emas bo'ladi. Hop. Bunda qoida shundayki, bular teng bo'lgani sababli bu tip burchaklari ham teng bo'ladi. Hop. Bu x bizda asos, ayimiz bizda yon tomoni. Hop. Bu beta burchagimiz, bu bizdagi uchuv hisoblanadi. Hop, bu asosidagi burchak bo'ladi. Hop, buni ko'rib chiqdik. Bizda keyin 5 burchak. 5 burchagimizda A, B, C, Y, F deb belgilagan bo'lsak, 5 burchagimizni mana shu nomlangan hamma burchagi 180 gradusga teng bo'ladi. gradusga teng bo'ladi. Bularni to'lig'ini hop, mavzularimizni yanada rivojlantirib, yanada boshqa qoidalarni o'rganib ketamiz. Bu bugungi mavzuimiz. Bunda biz masalani boshlaymiz. Birinchi misolimiz. Birinchi misolimizda uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradusga teng qoidamiz bilan ketamiz. Ya'ni biz uchburchagimizni barcha ichki burchaklar yig'indisi 180 ga teng bo'ladi. Hop, 60 plus x teng 180 gradus. Hop, bu 130 bo'lyapti. 180 dan ayirib tashlagan bo'lsak 50 gradus. Ya'ni x so'rabdi bizda, ximiz teng 50 gradusga teng bo'ladi. Hop, shunisi. Hop, hammasini qo'shib oladigan bo'lsak,
3x plus 30 gradus teng 180 gradusga teng. Hop, 3x'imiz teng bo'lyapti 150 gradus. X'imiz teng bo'lyapti 50 gradusga. X so'rabdi. Biza topdik uni. 5-masalamiz. Hop, hammasini qo'shib o'rganamiz. 30 plus alfa plus 50 teng 180. Shunda 2 alfamiz teng bo'lib qolyapti. Bu 80 bo'lyapti. Nari tomonga o'tkazib yuboradigan bo'lsa 100. Alfamiz teng bo'lyapti 50 gradusga. Hop, 7-masalamiz. Hop, bu yerda yuqori qismini topa olamizda. Keyin yana bitta uchburchakka qo'llaymiz. Ya'ni boshida bu uchburchagimizga qaraymiz. Keyin tepasini topib bo'lganimizdan keyin bu uchburchagimizga qo'llasak bo'ladi. Hop, biz yuqorisidagi burchagini topadigan bo'lsak, deylik buni beta burchak deymiz. Hop, 40 plus 80 plus betamiz teng bo'ladi 180 ga. Hop, bizning beta burchagimiz shunda teng bo'lyapti 60 gradusga. Hop, 60 bo'ladigan bo'lsa, bizda alfamizni hisoblaymiz. Bu uchun qo'llaydigan katta uchburchagimiz uchun qo'llaydigan bo'lsak, 70 plus alfa teng bo'ladi 180 ga yana. Bu 130 bo'lyapti. Alfamiz teng 50 gradus. Bizda alfani so'rabdi 50 gradus. Hop, 9-masalamiz. Hop, buni deylik bitta umumiy burchak deb hisoblasak. Beta deb umumiy olib turaylik. Umumiy uchburchagimiz uchun qo'llaymizda betani topa olamiz. Hop, buni o'shaysini beta deb belgilab turibmiz. Hop, 90 plus 42 plus beta burchagimiz 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Hop, biz beta burchagini topa oladigan bo'lsak, 180 dan hop, betamiz shunda 48 ga teng bo'lyapti. Hop, betamiz 48 bo'ladigan bo'lsa, bizning umumiy burchagimiz beta burchagimiz teng bo'lib turibdi 21 gradus plus alfaga. Biz alfani so'rayapti, alfani topib qo'yamiz. Hop, betamiz teng 48 ga teng 21 plus alfa. Alfamiz teng bo'lyapti 27 ga. 11-masalamiz bizda uchburchakning tashqi burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng qoidamizga tushirgan. Ya'ni uchburchakning barcha tashqi burchaklarini qo'shib oladigan bo'lsak, 360 ga teng bo'lishi kerak. Hop, x topadigan bo'lsak, bu 210 bo'lib turibdi. Qo'shib o'radigan bo'lsak, 150 gradus. Hop, 13-masalamiz. Xo'sh, nimani qo'llasak bo'ladi? Hop, biz bu burchagimizni topib turib, keyin bu burchagimiz uchun, ya'ni birinchi bu uchburchagimiz uchun qo'llaymiz. Bu yog'ini topa olamiz joy burchagidan. Keyin bu uchun qo'llasak bo'lar ekan. Hop, birinchi beta burchagimizni topasak. Hop, 80 plus beta teng 180 gradusga. Betamiz teng bo'lyapti 100 gradusga. Yoy burchagimizda agar bu 100 bo'ladigan bo'lsa, bu 80 gradusga teng. Ya'ni yog'i burchagimizda 180 gradus. Hop, yog' 80 bo'ladigan bo'lsa, endi bu uch burchak uchun qo'llasak bo'ladi. Hop, 80 plus 60 gradus plus alfa teng 180 gradusga. Doimo. Hop, alfamiz teng bo'ladi. Bu 140 bo'lyapti. 40 gradus. Alfamiz 40 gradus. Alfani so'rabdi. Hop. 15-masalamiz. Hop, uchburchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan, ya'ni qo'shni bo'lmagani bu uchburchakning ichki burchaklar yig'indisiga teng. Ya'ni bu ikkitasini qo'shganimiz bunga teng bo'lishi kerak. Alfa plus 10 gradus teng bo'lishi kerak 3 alfa minus 30 gradusga. Biz alfani so'rabdi. Hop, 2 alfa plus 10 gradus
teng 3 alfamiz minus 30 gradus. Hop. Noma'lumlarni bir tomonga, ma'lumlarni bir tomonga suzib olamiz. Kalfandan haroqat qiladigan bo'lsak, alfa o'tkazamiz 40 gradus. Alfamiz 40 gradus. Hop, 17-masalamiz. Hop. Ikkita ichki burchagi 30 va 80 bo'lgan, ya'ni 30 80 bo'lgan 3 burchakning 3-ichki burchagini toping. Ya'ni bizda nimani so'rayapti. Hop, buni topadigan bo'lsak 30 plus 80 plus alfamiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Hop. Alfamiz teng bo'ladi. Bu 110 bo'lyapti. Nari tomon o'tkazadigan bo'lsak 70 gradus. Hop, 19-masalamiz. ABC uchburchakning BD diskretsiyasi o'tkazildi. Hop, bizda uchburchak bor ekan. Hop, buni A, buni B, buni C desak. BD diskretsiyasi. D. Hop, diskretsiyasining qoidasi o'sha burchakka tengki bo'ladi. Hop. BAD, ya'ni A burchagimiz 48 ekan. BCD, C burchagimiz 42 ekan. AD B ni toping, ya'ni bu burchagimiz toping deyapti. Xo'sh, biz alfalarni topa oladigan bo'lsak, ya'ni bu uch burchak uchun qo'llaymiz birinchi, keyin bu burchaklarimiz ma'lum bo'lgandan keyin bu uch burchak uchun qo'llasak bo'ladi, ya'ni bu. Xo'p. Buni mana ko'rib chiqamiz. Hop, 42 ga 48 ni qo'shamiz. Keyin bizda ikkita alfa teng bo'lishi kerak 180 ga. Hop, bularning yig'indisi 90 bo'ladi. Ikkita alfamiz teng 90 ni nari tomonga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, yana 90 gradus. Alfamiz teng bo'lyapti 45 gradusga. Hop, bu 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, bu burchakni topasak bo'ladi. Endi 48 plus 45 plus alfamiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Alfamiz teng bo'lyapti shunda. Hop. 87 gradusga. Hop, 21-misolimiz. Uch burchakning ikkita tashqi burchagiga teng uch burchakning 3-ichki burchagini toping debdi. Hop, aytayaptiki, mana davom ettiradigan bo'lsak, bu yog'ini aytayapti 140 ekan, 120 ekan. Bu yog'i x ekanu, bu yog'ini y deylik. Hop, ichki burchagini toping deyapti. 3-burchagini, ya'ni bizda noma'lum bo'lgan x burchagimizni ichki burchagini toping, ya'ni y so'rayapti bizda. Hop, bizda tashqi burchaklar doim 360 ga tengligi ma'lum. Hop, x topadigan bo'lsak bu yerda. Hop, buyimiz umumiy 260 bo'lib turibdi. Nari tomonga o'tkazadigan bo'lsak, ximiz 100 gradus bo'lib turibdi. Agar bu ximiz 100 gradus bo'ladigan bo'lsa, yoq burchagimizdan kelib chiqib, y-imiz 80 ligi ma'lum. Hop, 21-savolimiz 80 gradus. Hop. 23-chi. Uch burchakning ichki burchaklari nisbatda bo'lsa, uning eng katta tashqi burchagini toping. Hop. Ichki burchaklari x, 2x, 3x deb beribdi. Hop. Bularni hammasini qo'shib oladigan bo'lsak, x plus 3, x plus 2x imiz teng bo'ladi 180 gradusga. Qo'shib oladigan bo'lsak, 6x imiz 180 gradusga. Bo'laveradigan bo'lsak, x imiz teng 30 gradusga. Hop. Bu 30, bu 60, bu 90 ekan. Endi bizdan so'rayotgan narsa eng katta tashqi burchagini toping. Tashqi burchagini davom ettiradigan bo'lsak bu yerda
Bu yerda bizga 3x'imizdagi tashqi burchagi 90 gradus ekan. Hop, 2x'imizning tashqi burchagi 120 ekan. Hop, 120. Hop, 3x'imizdagi tashqi burchagi 150 ekan. Endi bizga eng kattasini so'rayapti. Bizda eng kattasi 150. Hop, bizda keyingi masalamiz 25. Uchburchakning burchaklari o'zaro nisbatda bo'lsa, uchburchakning ichki burchaklarining eng kattasi va eng kichigining ayirmasini toping. Hop, bizga uchburchak berilgan bo'lsa, tashqi burchaklari nisbatlari hop 3x ekan, 4x ekan, 5x ekan. Hop, bizda tashqi burchaklarning yig'indisi 360 ga tengligi ma'lum. 360. Hop, qo'shib oladigan bo'lsak, 9 12x'imiz teng 360 ga. X'imiz teng 30 ga. Hop, bu yoqqa qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu 150 gradus. Bo'yimiz 120 gradus. Bo'yimiz 90 gradus. Hop, biza ichki burchaklarning eng kattasi va eng kichigini topib olishimiz kerak. Biza eng kattasi va eng kichigi bu biza 90 gradus bilan 150 da ichki burchaklari eng kichikisi va eng kattasi o'tadi. Hop, 90 niki ichki burchagi 90 gradus bo'ladi. Ya'ni yoyiq burchak 180 gradusga teng. Hop, buniki 30 gradus bo'ladi. Hop, bularning ayirmasi 90 gradus minus 30 gradus teng 60 gradusga. 60 gradus bizda 25-savol javobi. Hop, bizda 27-savol tizmada berilganga ko'ra x minus y ni toping. Hop, bizda bu ikkita burchakning yig'indisi bunga teng bo'lishi kerak. Hop, y topadigan bo'lsak, 26 plus 67 y'imiz 90 93 to'g'ri. Hop, y'imiz 93 bo'ladigan bo'lsa, endi bu ichki burchaklar yig'indisini topsak bo'ladi. Hop, 93 plus 32 plus x'imiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Hop, hisoblaydigan bo'lsak, x'imiz teng bo'ladi 55 gradusga. Hop, ikkitasini ayirmasini topadigan bo'lsak, x minus y so'rabdi bizda. 93 dan 55 ga ayirib oladigan bo'lsak, bizda 38. Hop, 29-savol. Yana shu. Hop, nima qilsak bo'ladi? Y topsak bo'lar ekan bu yerdan. Ya'ni buni qo'llab turib y topib olamiz. Xo'sh. Z burchak qanday topsak bo'ladi? Hop, buni davom ettirib 180 qilib, buni bunday qilsak bo'lar ekan. Hop. Y topadigan bo'lsak, biz birinchi bob 40 plus 30 plus y teng 180 ga teng bo'lishi kerak bizda. Hop, y'imiz teng bo'ladi. Shunda 110 gradusga. Hop, buni davom ettira oladigan bo'lsak, yoyiq burchak bo'lib, bu 60 bo'lyapti. Hop, shunda bu ikkita burchakka yig'indisi bizga y berish kerak edi. Shundan ketamiz biz. Hop, bizda x 60 ga qo'shadigan bo'lsak, y berish kerak edi. Bizda y bor 110 gradus. Shunda x'imiz kelib chiqyapti. Ayirib oladigan bo'lsak 50 gradus. Hop, x y bor bizda. Endi z topa olishimiz kerak. Hop, endi bu uch burchagimiz uchun qo'llasak bo'lar ekan. Xo'sh. Bizda bu yoqdan yozamiz. Hop, x ma'lum. X qo'shamiz 40 ga qo'shamiz z ni teng bo'lishi kerak 180 ga. Ya'ni mana bu burchakni ko'rsatganimdek, mana bu burchaklarni, ichki burchaklarni qo'shib 180 ga tengladik. Hop, z topadigan bo'lsak 90. Hop, bizda qo'shib
ayirishimiz kerak. Hop, 50 ga qo'shamiz 110 ni, ayiramiz 90 ni. Hop, ayiradigan bo'lsak 40. Keyin bundan tashlaymiz 70. Hop, bizda 31-savol. Hop, bunda ikki xil uslub bor. Ikki xil uslub emas, kelib chiqilishi. Ya'ni bu yerdan topib olib turib, to'rt burchak uchun qo'llasak ham bo'ladi. Bo'lmasam, bizda bunaqa qoida bor. Deylik, shunaqa burchak berilgan bo'lsa, bizda mana buni alfa deymiz, buni beta deymizda, buni x deymiz, buni y deymiz. Ya'ni bizda alfa plus beta plus x'imiz doim teng bo'lishi kerak y ga. Teng bo'lishi kerak y ga. Shuna qoidamiz bor. Bu xuddi o'sha to'rt burchakdan ketadi, ya'ni bu burchagini topib olib turib, to'rt burchak uchun qo'llasak, shu qoida kelib chiqadi. Hop, biz shu qoidani qo'llaydigan bo'lsak, hop, alfa plus 30 plus 70 teng bo'lishi kerak bizda 120 gradusga. Alfamiz teng bo'ladi shunda, bu 100 bo'ladigan bo'lsa, alfamiz 20 gradusga teng. Hop. 3-uchisi. Hop, bizda teng yonli uchburchakni ko'rib chiqdik. Ya'ni uchburchagimiz A bo'ladigan bo'lsa, tushadigan burchagi doimo teng bo'ladi. Hop, bizda nimani so'rabdi? Hop, bizda bu 50 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 50. Bu teng belgisi, ya'ni bu ham A, bu ham A. Hop, endi uchburchaklar, ichki burchaklar yig'indisini topamiz. Buni qo'shadigan bo'lsak 100 plus alfa plus 80. Alfamiz teng 80 gradusga teng. Hop, 35-si. Hop, bu tengligi ko'rinib turibdi. Ya'ni bu yerdan x degan bo'lsak, bu ham x. Hop, teng yonli bo'lyapti. O'shaning uchun shu burchaklari teng bo'ladi. Ya'ni bu ham 50 gradusga teng. Hop, endi biz umumiy uch burchak uchun ichki burchaklar yig'indisini topadigan bo'lsak, ya'ni bu uch burchak uchun 50 qo'shilgan 80 qo'shilgan alfamiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Alfamiz teng bo'lyapti 50 gradusga. Hop, 37-si bizda teng yonli uch burchak beribdi. Ya'ni uni uch burchaklari teng. Bu yog'ini beta bo'ladigan bo'lsa, bu ham beta. Hop, y bu ham beribdi. Ya'ni bu 42 bo'ladigan bo'lsa, bu ham 42 liga kelib chiqyapti. Hop, yana nimalarni aniqlasak bo'ladi? Xo'sh, bizda ya'ni uch burchakning tashqi burchagi unga qo'shni bo'lmagan uch burchakning ichki burchaklari yig'indisiga teng. Ya'ni bu ikkita burchakka qo'shadigan bo'lsak, bu burchakka berish kerak bizda. Ya'ni 42 ni qo'shamiz 42 ga plus yo'q teng. Qo'shamiz teng bo'lishi kerak betaga. Betamiz teng bo'lyapti shunda 84 ga. Hop, bizda 84 dan bo'ladigan bo'lsa, bu 84, bu ham 84 bo'lsa, ichki burchaklar yig'indisidan ketamiz. Ya'ni bu uch burchak uchun 84 qo'shilgan 84 qo'shilgan alfamiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Alfamiz teng bo'lyapti shunda. Bu 168 shunda 12 gradus. Hop, 39 teng ekan. Bu x bo'lsa, bu ham x ekan. Shunda bu ham 50 gradus bo'ladi. Hop. Hop, bu yoq 90 bo'ladigan bo'lsa, bu yoq ham 90 bo'ladi. Shuni ichki burchaklardan ham ketsa bo'ladi. Mana bu uchun. Ya'ni 90 plus 50 plus x'imiz teng bo'lishi kerak 180 ga. X'imiz teng bo'lyapti shunda 30 ga.
Uzr. 40 gradusga. Xo'p, 39, 41. Xo'p, teng ekan. Ya'ni bu alfa bo'lsa, bu ham alfa, bu beta bo'ladigan bo'lsa, bu ham beta. Ya'ni teng bo'lyapti mana bu. Teng yonli uchburchagimiz qoidasi. Xo'sh, 41. Bu burchagimiz so'rayotgan ekan. Xo'sh, hammasini qo'shib yuboradigan bo'lsak. Alfa plus beta plus betamiz teng 180 ga. Ya'ni qaysi butun umumiy biz uchburchagimiz uchun qo'lladik. Ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. 2 alfa plus betamiz teng 180 ga. Alfa plus betamiz teng 90 ga. Ya'ni biz mana bu degan burchagimiz 90 gradusga teng. 43-si. Xo'sh. Bu x bo'ladigan bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Bu ham x bo'ladi deyapti. Ya'ni 60 dan. Xo'sh. Bizda qoida bor. Tashqi burchagi qo'shni bo'lmagan uch burchakning ichki burchaklari yig'indisiga teng. Ya'ni bu ikkita burchakning yig'indisi 60 ga teng bo'lishi kerak. Hop, 60 teng bo'ladi 24 plus x ga. X ni topadigan bo'lsak, hop, 36 gradus. 45. ABC kvadrat. ABY muntazam uchburchak. Hop. YDSni toping debdi. Xo'sh. Bu x bo'ladigan bo'lsa, bu ham x bo'ladi deyapti. Hop, bu ham x bo'ladi deyapti. Hop, bu kvadrat bo'ladigan bo'lsa, barcha tomonlari teng bo'ladi. Kvadratni bilamiz. Hop, bu yoq x bo'ladigan bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Xo'sh, nimani bilsak bo'ladi bu yerda? Hop, muntazam bo'lgani uchun 60 gradus ham bo'ladi. Hop, bu umumiy 90 o'zi kvadrat bo'lgani uchun bu 30 ligi ma'lum. Hop, bizda tush burchaklari teng bo'ladi. Hop, shundan topamiz. Ikkita alfamiz, ya'ni bu uch burchak uchun qo'llayapman men hozir. Bu uch burchak uchun ichki burchaklar yig'indisi 180 gradusga tenglik. 180 gradusga. 2 alfamiz teng 150 gradus. Alfamiz teng bo'lyapti 75 gradus. Hop, bu o'zi aslida 90 gradusida, ya'ni butun alfa deb belgilab qo'yibman. Beta deylik buni. Chunki bu yog'i ham alfa ekan. Hop, beta bo'ladigan bo'lsa, beta plus alfamiz teng 90 gradus. Ya'ni mana bu burchaga aytyapman men faqat. Hop, betamiz bor. Alfani topadigan bo'lsak, 15 gradus. Xo'sh. Bu x bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Bu ham x bo'ladi deyapti. Xo'sh, bitta biz bu yoqqa bitta to'rt chiziq tortib oladigan bo'lsak, bu tush burchaklari teng bo'ladi. Ya'ni bu beta bo'lsa, bu ham beta bo'lishi kerak. Shundan betamiz teng bo'lyapti. 100 dan 180 ayirib tashlaydigan bo'lsak 80, 2 ga bo'laveradigan bo'lsak 40 gradusdan bo'lishi kerak. Hop. Bu 40 bo'ladigan bo'lsa, bu yog'imizga 20. Hop. Bu yoqqa yana bitta burchak, to'g'ri. To'rt tortadigan bo'lsak, hop. Bizda bu umumiy. Bu yoqni ochib tursak ham bo'lar ekan, mana bitani. Hamma ochib ketib qoldi. Hop. 60 bo'ladigan bo'lsa, butini deylik fi burchak deb turaylik. Shunda bizda umumiy uch burchakka qo'llaydigan bo'lsak, bu ham fi bo'ladi. Hop. 2 fi qo'shilgan 60 teng 180 ga alfamiz teng bu yoqqa o'tkazadigan bo'lsak 120 60 dan, ya'ni muntazam bo'lib qoldi. Ya'ni bu yoq ham x ligi ma'lum bo'lib qoldi. Hop.
Bizda alfa burchagini so'rabdi. Xo'sh. Hop. Agar fi 60 bo'ladigan bo'lsa, bu yoq 40 ligi ma'lum bo'lyapti. Keyin bizda teng bo'lgani uchun, ya'ni bu tomoni teng bo'lgani uchun bot umumiy alfa bo'lsa, bu yoq ham alfa bo'lish kerak, majbur. Xo'p, bu yoqda uchburchakni chizib ko'rsataman. Ya'ni bot 40 bo'lyapti, x bu yoq alfa deb oldim. Hop, 2 alfani qo'shadigan bo'lsak, 40 gradusga 180 gradus. 2 alfamiz teng bo'ladi. 140 gradusga alfamiz teng 70 gradusga. Bo'ldi. Xo'sh, 49. Bu x bo'ladigan bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Xo'sh, bitta to'g'ri tortib oladigan bo'lsak. Teng bo'lgani uchun botni faqat botini belgilab turib fi desak, bu ham fi bo'ladi. Faqat bu tomonni olyapman. Hop. Bot ham x ligi ma'lum bo'lib qolyapti. 60 gradus. Xo'sh, bot x bo'ladigan bo'lsa, bizda qolganiga, ya'ni bot 60 bo'ladi, ya'ni bu burchakka qarayapman. Umumiy 110 bo'ladigan bo'lsa, 60 olib tashlagan bo'lsak, bot 50 ligi ma'lum bo'ldi. Keyin bizga bitta uchburchak chizib ko'rsataman. Hop. Ikkita burchagi ikkita tomoni x dan yuqoridagi uchi 50 gradus. Burchaklari teng bo'ladi. Hop. Ikkita alfa qo'shilgan 50 gradus teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Hop, shunda alfamiz teng bo'lyapti 65 gradusga. Bizda alfani so'rabdi. Hop. 51. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi uchidagi burchagidan 2 marta katta. Bu uchburchakning eng kichik burchagini toping debdi. Hop, biz uchburchak chiza olamiz. Teng yonli. Hop, bu yog'i teng ekan. Botini alfa deydigan bo'lsak, bot ham alfa bo'lishga majbur. Tepasini beta deymiz. Hop, asosidagi burchagi, ya'ni alfa uchidagi burchagidan 2 marta katta bo'lsin deyapti. Ya'ni alfa teng bo'lishi kerak 2 ta betaga. Hop, bunga 2 beta qo'yib chiqadigan bo'lsak, bunga ham 2 ta beta qo'yadigan bo'lsak, umumiy bizga 5 beta teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Betamizni topadigan bo'lsak, hop, 3 tadan beramiz. Keyin 30 qoladi, 36 gradus. Hop, uchburchakning eng kichik burchagini toping. Ya'ni bizda eng kichik burchagi beta. Qolganlari 72 gradus ham bo'ladi. Eng kichigi bizda 36. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga tushirilgan balandligi asosiga 35 gradus. Hop, teng yonli bo'lsa, yon tomoniga tushirilgan balandlik, ya'ni balandlik tushirilgan bo'lsa, balandlik doimo 90 gradusga tushadi. Asosi bilan 35 gradus. Hop, asosi bu bo'ladigan bo'lsa 35 gradus. Hosil qiladi uchburchakning uchidagi burchagini toping. Ya'ni bizni bu burchak so'rayapti. Hop. Bot umumiy beta degan bo'lsak, bu ham beta bo'ladi. Beta tepada yozdim. Botni umumiy alfa degan bo'lsak, bu ham alfa bo'ladi. Hop. Biz alfani topsak bo'lar ekan, bu uchburchak ichki burchaklar yig'indisini qo'llab. Ya'ni 90 qo'shilgan 35 gradus qo'shilgan alfa teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak, bu 125, alfamiz teng 55 gradus. Alfamiz 55 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 20 ligi ma'lum bo'ldi. Bu yog'i. Hop. Boshqachasiga ketamiz. Ikkita alfani qo'shib turib, ikkita alfa qo'shilgan beta teng bo'lishi kerak 180 ga. Ya'ni asosiy uchburchak uchun qo'llavordim.
Ikkita alfamiz teng bizga 110 ga. Betamiz teng bo'ladi shunda 70 gradusga. Uchburchakning uchidagi burchakni 80 70 gradusga. Hop. Teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 70. Asosidagi burchagi bu hisoblanadi 70 gradus ekan. Bu uchburchakning yon tomoniga tushirilgan bisektrisasi, ya'ni bisektrisa tushiribmiz. Bu yog'i 35 bo'libdi, bu yog'i ham 35 bo'libdi. Va asosiga tushirilgan balandlik, ya'ni asosiga tushirilgan balandlik orasidagi burchakni toping debdi. Bizda yo bu burchak so'rayapti, yo bu burchak so'rayapti. Hop. Biz vertikal burchaklardan ketadigan bo'lsak, bu ham beta bo'ladi. Hop, biz betani topadigan bo'lsak, hop. Bu uch burchak uchun ichki burchaklar yig'indisini qo'llaveramiz. Hop, 90 plus 35 plus betamiz teng bo'lishi kerak 180 ga. Betamiz teng bo'ladi 55 gradusga. Hop, betamiz 55 bo'ladigan bo'lsa, alfamiz teng bo'ladi bizga 125 ga. Hop, bizda qaysi burchagini so'raganga bog'liq. Bu yerda 55-savolda to'g'ri berilmabdi, shuning uchun yo 55 yo 125 bo'ladi. Hop. 57. Abisi muntazam uchburchakning BD tomoni D nuqta olindi. Hop. Muntazam uchburchak ekan bizda barcha tomoni teng bo'ladi. Bunda ham ichki burchaklar har bitta burchagi 60 gradusdan bo'ladi. Hop. A desak buni, mana B deymiz, mana S deb turamiz. Xo'sh. A B tomonidan D nuqta olindi. Ya'ni biz D nuqta olib turibmiz shu yerda. Agar A C D, ya'ni bunaqa bitta sig'at qilib turib S teng bo'lyapti shu yerda 25 gradus kelgan. Bu yog'i teng bo'ladi bizga 35 gradusga. Xo'sh. B D S ni toping. Ya'ni bu burchagimiz so'rayapti bizdan. Bu yog'i 60 bo'ladigan bo'lsa, buni bitta fi burchak deb turaylik. Shunda bu ichki burchaklar yig'indisiga qo'llaveramiz shu burchagimizni. Uch burchagimizni. Hop, 35 qo'shadigan bo'lsak, qo'shilgan fi burchagimiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Hop, bu 95 bo'lyapti. Shunda fi burchagimiz teng bo'lishi kerak bizga 85 gradusga. Hop, 59-masala. ABC uchburchakning BC tomonidan bitta uchburchak chiza olaylik. A B C. BC tomonidan D va Y nuqtalar shunda olinganki, bu yerda ikkita D Y oladigan bo'lsak, bunda BD DY va YS va AD, hop, A'dan kesma o'tkazadigan bo'lsak, X AY, bu yoqqa ham kesma o'tkazamiz. Bunga ham teng ekan X. Bu ham X, bu ham X, hammasi X. Cho'da X ga o'xshamayapti. X X X. Hop, abs uch burchakning burchaklarini toping. Hop. Bizda bu muntazam bo'lib qoldi. Mana bu burchagimiz, uch burchagimiz. Ya'ni 60 60 60 dan. Hop, bizda bu yog'i 120. Shunda bizga bu yog'i alfa bo'ladi, bu yog'i alfa bo'ladi. Chunki teng yonli. Hop, shunda bizda alfamiz 30 gradusga teng. Xo'sh. Biz yana nimani bilsak bo'ladi? Hop, bu yog'i 30 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni uch burchagimiz bo'ladigan bo'lsak, hop, bu yog'i 30. Mana bu yerda oxirgi burchagini topamiz. Hop, bu yog'ini 120 deydigan bo'lsak, 120 bo'ladi. Ya'ni teng yonli bo'lib qolyapti, ya'ni teng yonli.
tepamizda ham xuddi shunaqa uchburchagimiz bor. Topdik buni. 30 bo'ladi. Bu ham 30 bo'ladi. Shunda bu ham 30 bo'lyapti. Botimiz umumiy 120 gradus bo'lyapti. Hop. Bizda uchburchakning burchaklarini toping. Hop, 30 120 bo'lsa kerak. Shunaqa yozilgan bo'lsa kerak. Hop, 61 AO, SO, B aktrisalar. Hop. O, B, A teng 40 gradusga. Shunda O, B, S ni toping. Ya'ni O, B, S. Bu burchagimizni toping deyapti. Xo'sh. Bot beta bo'ladigan bo'lsa, bu ham beta bo'ladi. Bot alfa bo'lsa, bot ham alfa bo'ladi. Hop, B aktrisalar uchrashgani sababli, ya'ni bir nuqtada kesishgani sababli x ham teng bo'lishi kerak, majbur 40 gradusga. Bizda B burchagimiz so'rabdi-yu. Bizda x teng bo'ldi 40 gradus. Chunki B aktrisalar uchrashyapti, x ham 40 gradusga teng bo'lishga majbur. Hop, 63. Hop. Aytadigan bo'lsak, buni alfa deymiz, buni alfa. Yo'q, alfa emas ekan. Uzr. X, buni y deydigan bo'lsak. Hop, bu uchburchagimizni olamiz birinchi bo'lib. Mana bu. Alfa plus x plus y teng 180 gradusga. Hop. Endi biz katta uchburchagimiz uchun qo'llaymiz bu narsani. Hop. 2x hop. 2x plus 2y plus hop tenglayveramiz 100 gradusga. 80 ni bu yoqqa ayirish qilib o'tkazardim. 180 ni ayirib yubordik. Hop. Tepani 2 ko'paytirib olgan bo'lsak. Hop, bu 2 ko'paytirilgan 2 bo'lib qoladi. Shunda sistema qilib turib ayiramiz. 2 alfa bo'lib ketadi. Hop, bundan teng 180 ga. Alfamiz teng 90 gradusga. Hop. Bu alfa bo'lgan bo'lsa, bu alfa deymiz. Buni beta desak, buni beta deymiz. Yana o'sha qoida. Boyagi ishlagan misolimizga o'xshash. Hop, alfa plus beta plus 3x teng bo'lishi kerak 180 ga. Endi katta uchburchagimiz uchun o'ylaymiz shu narsani. Bu uchburchagimiz uchun 2 ta alfa plus 2 ta beta plus x'imiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Hop, tepani 2 ga ko'paytiraveramiz. 2 6 bo'ladi bu. Ko'paytirilgan 2. Sistema qilib ayiraveramiz. Hop, ayiravergan bo'lsak, alfa betalar ketadi. Ayiravergan bo'lsak 5x'imiz teng 180 gradusga. X'imiz teng 36 gradus. Hop. Keyingi masalamiz 67-masala. Hop, buni x desak, buni y deymiz, buni x deymiz, buni y deymiz. Xo'sh. Botini 180 minus 2x deymiz, bu yog'ini 180 minus 2y deymiz. Hop, shunda bizda yana sistema kelib qolyapti. X plus y plus alfamiz teng 180 gradusga. Hop. Ya'ni hozir birinchi bu uchun oldim. Endi bu uchun olamiz. Ya'ni bu. Hop. 70 plus 180 plus 180 plus pastda minus 2y minus 2x teng 180 gradusga.
Hop, 180 ketadi. Bu ham 180 da. Hop, 2y bilan 2x ni har tomonga tuzib olamiz. 2y plus 2ximiz teng bo'lishi kerak. Uni ikkita yig'indisiga. Hop, 250 gradus. Tepani 2 ga ko'paytiraveramiz. Hop, 2 ko'paytiraveradigan bo'lsak, 2x plus 2y plus 2 alfamiz teng bo'ladi 360 ga. Tepadan pasayiraveramiz. Shunda x lar ketadi. 2 alfamiz teng bo'ladi 360 dan 250 ni ayiradigan bo'lsak 110. Xo'p, alfamiz teng bo'lyapti 55 gradusga. 69-masalamiz. Hop. Buni alfa desak, buni beta desak, shuni yana boyga qo'yamiz, ya'ni 180 minus 2 alfa. Voy, alfalar ishlatilibdi-yu. Bu fi deymiz, 180 minus 2 fi. Botini 180 minus 2 beta deymiz. Hop, birinchi bob bu uchun qo'llaymiz. Keyingi galda bu uchun qo'llab turib sistema qilsak, bizda yechim chiqib kelishi kerak. Hop, fi burchagimiz beta burchak qo'shib, ya'ni 3 alfani qo'shadigan bo'lsak, 180 ga teng bo'lishi kerak. Keyingi 3 burchagimizdan 180 minus 2 fi qo'shilgan 180 gradus minus 2 beta plus 2 alfa teng bo'lishi kerak 180 gradusga. 180 gradus ketadi. 2 beta nariga qo'zg'azib oladigan bo'lsak, 2 alfa pil yo'q. Shu joyda qoldiradigan bo'lsak, desam, yo'q. 2 fi plus 2 beta minus 2 alfa teng bo'lishi kerak bizga 180 gradusga. Hop, tepadigina 2 ga ko'paytiraveradigan bo'lsak, yozamiz 2 ta fi plus 2 ta beta plus 3 ta alfa, 6 ta alfa teng 360 gradusga. Tepadan pasayiraveramiz. Bular ketadi. 8 ta alfamiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Alfamiz teng bo'lishi kerak 22,5 gradusga. Hop, bizda 71-masala. ABC 3 burchak bo'ladigan bo'lsa, deyapti. Bisektrisalari I nuqtada kesishadi. Ya'ni bitta I nuqta oladigan bo'lsak, agar B burchagimiz 80 bo'lsa, deyapti. A isini toping. A isini toping. Hop, I burchagimiz so'rayapti bizdan. Hop, bisektrisalari kesishadigan bo'lsa, bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladi, bu burchak bilan bu burchak teng bo'ladi. Xo'sh, buni x desak, bu ham x bo'ladi, bu yoq y bo'lsa, bu ham y bo'ladi. Hop, biz katta uch burchak uchun qo'llaymiz. Birinchi bob 2x plus 2y plus 80 gradusimiz teng bo'lishi kerak 180 gradusga. 2x plus 2y teng bo'lishi kerak bizda 100 gradusga. 2 bo'laveradigan bo'lsak 50 gradusga. Hop, ya'ni ichi uchun qo'llaymiz. Ya'ni bu burchak uchun qo'llaymiz. X plus y plus alfamiz teng bo'lishi kerak 180 ga. X plus y qiymati bor 50 gradus. Alfa burchagimiz shunda 130 graduslik kelib chiqadi. Bizda 73-masala. Hop, asosi A bo'lgan, ya'ni A bo'lgan teng yo'li 3 burchakning 3dagi burchagi 48. Ya'ni 48 bo'lsin deyapti. Bu 3 burchakning A va B burchagidan chiqqan bisektrisalar orasidagi o'tkir burchakni toping. Hop, bundan ham bisektrisa chiqaramiz, bundan ham bisektrisa chiqaramiz. Bisektrisa chiqaradigan bo'lsak, bu alfa bo'ladi, bu ham alfa bo'ladi. Hop, teng yo'li bo'lgani uchun, teng yo'lda bergani uchun, hop, bu ham x, bu ham x. Hop, bu ham 2 alfa bo'lishga majbur. Hop, bizda 4 alfamiz qo'shilgan 48 gradus 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Hop, 4 alfamiz teng bo'ladi 132 ga. Hop, buni ham
4ga bo'laveradigan bo'lsak, alfamiz 33 gradus. Xo'p. Alfamiz 33 bo'ladigan bo'lsa, bu yoq 33. Hop, bu tomoni qaraylik. 5 aktrisa chiqqani uchun, umumiy 48 bo'lgani uchun bu 24 bo'ladi. Bu tomonni oladigan bo'lsak, o'tmas burchak, ya'ni 180 dan katta bo'lib ketadi. Bu yog'ini oladigan bo'lsak, bizga ma'qul. Hop, bu tomonni qanaqa topsak bo'ladi? Bu ikkita burchak yig'indisi bunga teng bo'lishi kerak. Ya'ni beta burchagimiz teng bo'lishi kerak 24 qo'shilgan 33 gradusga. Qo'shadigan bo'lsak 57 gradus. Hop, bizda 57-masala A, B, C 3 burchakning A, D va B, Y bisektrisalari F nuqtada uchrashadi, ya'ni B, A, D, B, Y. Shu nuqtasi F bo'lsin. Agar B, A, C, ya'ni A burchagimiz 40 bo'lsa deyapti. Ya'ni bu 20 bo'lsin deyapti. Bu yoqqa 20. Hop, B burchagimiz bo'lsa 60 deyapti. Hop, bu yoq 30 bo'lsa deyapti. Bu yoq ham 30 bo'lishi kerak deyapti. B, F, D. B, F, D. Ya'ni bu burchagimiz so'rayapti bizdan hozir. Hop, bu burchagimiz qanaqa topsak bo'ladi? Eng sodda usul o'ylashimcha, bu 3 burchakdan bu burchakni topib 180 dan ayirib yaxshi, yoki boyagi qoidamiz ham bor. Bu ikkita burchak yig'indisi bunga teng bo'lishi kerak. Alfamiz teng bo'ladi 50 gradus. Juda ham sodda masala, berilishi ozgina murakkab bo'lsa kerak. 77-sa. Hop. Bu x bo'lsa deyapti, bu ham x bo'ladi. Bu ham y. Hop. Bu yoqqa teng yonli bo'lgani uchun 24 bo'lsa, bu ham 24 bo'ladi. Hop. Bu yoqqa 24 bo'lsa, bu ham 24 bo'ladi. Shunda bizda bu teng yonli bo'lgani uchun tush burchaklari teng bo'ladi. Bu yoq beta bo'lsa, bu ham beta. Hop, bu burchakni topa oladigan bo'lsak, ikkita beta qo'shilgan 24 teng 180 gradusga. Hop, 2 betamiz teng bo'ladi 156 ga. Hop, betamiz teng bo'ladi 78 gradusga. 78 bo'ladigan bo'lsa bu, hop, bu qo'llasak bo'lar ekan. Mana bu 3 burchak uchun ikkita burchakning yig'indisi bunga teng bo'ladi. Hop, bu yoq ham 48 bo'lyapti. Endi biz bu 3 burchak uchun qo'llasak bo'ladi ichki burchaklar yig'indisini. Xo'sh, 78 qo'shilgan 48 qo'shilgan alfa teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Alfamiz teng bo'lyapti shunda. Hop, 54 gradus. Hop, 78. Umumiy 140 bo'lsa deyapti. B, A dan toping. B, A, D. Ya'ni bu burchagimiz so'rayapti. Xo'sh, bu beta bo'ladigan bo'lsa, buni bildik. Mana bu kimda xato. 140 yozib qo'yamiz. Bu ham beta bo'ladi. Faqat bu burchak. Ya'ni teng yonli bo'lgani uchun shu burchaklar teng bo'ladi. Agar bu yog'i alfa bo'lsa, bu yoq ham alfa bo'ladi. Xo'p. Shunda bizda beta plus alfa teng bo'ladi 140 gradusga. X. Uzoqroq bo'lsa ham ketarganmiz shu yo'ldan. A bo'lsa, bu yoq B deymiz. Hop, ikkita alfa qo'shilgan B teng bo'lishi kerak 180 gradusga. 2 beta qo'shilgan A teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Hop, ikkitasini qo'shaveradigan bo'lsak, ikkita alfa plus beta qo'shilgan beta plus A, B plus A 160 gradusga. Alfa plus betamiz bor bizda, qo'yaveradigan bo'lsak 280 qo'shilgan B plus A teng 360 gradus.
B plus A'miz shunda teng bo'lyapti bizga 60 gradusga. Hop bizda B plus A'ni so'rabdi o'zi 60 gradus bizda. 81 x bo'lsa deyapti. Bu alfa desak, bu ham alfa bo'lsin deyapti. Hop bu yog'ini beta degan bo'lsak, bu ham beta bo'ladi. To'g'ri. Xo'sh. Endi 3 burchak uchun yana qo'llaymiz. Alfa plus beta plus x teng bo'ladi 180 gradusga. Hop, ikkita alfa plus ikkita beta plus 70 gradusimiz teng bo'lishi kerak bizda 180 gradusga. Ikkita beta plus ikkita alfa plus ikkita betamiz teng bo'lishi kerak 110 gradusga. Alfa plus betamiz teng bo'lishi kerak 55 gradusga. Hop, alfa plus betani o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 55 gradus qo'shilgan x teng 180 gradus, ximiz teng bo'ladi 125 gradusga. X so'rabdi bizda 125 gradus. Hop, 83-masalamiz. 83-masalamiz. Xo'sh. 82 ham. Hop. Shuni topadigan bo'lsak mayli. Hech nima bo'lmaydi. 60 bo'lsa. Hop. Bu ikkita yig'indisi bunga teng bo'lishi kerak. Hop. 105 bo'ladigan bo'lsa, bu yo'q. Keyin 3 burchak uchun qo'llaveramiz. 35 qo'shilgan 105 teng bo'lishi kerak. Yo qo'shilgan x ga teng bo'lishi kerak 180. Hop, ximiz shunda 40 gradus. 83-masalamiz. Hop. Biza aytdimki 5 burchakning mana burchaklari 180 ga teng bo'lishi kerak. Bu burchaklar emas. Hop. Bu ham. Hop, x qo'shamiz 30 qo'shilgan 40 qo'shilgan 30 qo'shilgan 20 teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Ximiz teng bo'ladi shunda. Bu 60 100 120 bo'lyapti. Ayirib tashlagan bo'lsak 60 gradus. Hop, bizda 85-masala. Hop. Bu yoq aytayapti A bo'lsa, bu yoq ham A bo'ladi, deyapti. Bu yoq B bo'lsa, deyapti. Bu yoq ham B bo'ladi, deyapti. Xo'sh. Bu yoqqa bitta biz kesma o'tkazib oladigan bo'lsak, shunda bu yoq ham A bo'lib qolyapti. Bu yoq A bo'lib qoladigan bo'lsa, tush burchaklari teng bo'lib qoladi. Shunda bu 26 bo'lib qoladi. Xo'sh. Shunda bu ham x bo'lib qolyapti. Xo'sh. Bo'lmasa ham biz qayerdan ketsak bo'ladi. Hop. Ikkita burchak yig'indisi bizga ya'ni x berish kerak. Ya'ni ximiz teng bo'lib qolyapti. Shunda 52 gradusga. Hop, bu yoq aytayapti. X bo'lsa deyapti, bu yoq ham x bo'ladi deyapti. Xo'sh. X bo'lsa tush burchaklari teng bo'ladi. Bu yoq 30. Bu yoq ma'lum bo'lyaptiki bizda 30 bo'ladigan bo'lsa, bu 120 bo'lishi kerak. 40. Shunda yo'q, bizga hech nima bermayapti hali. Hop, 80 30 bo'ladigan bo'lsa, 110. Bu yoq 110 bo'ladi. Shunda bu yoqqa 70ligi, bu yoqqa 70lik kelib chiqyapti. Shunda bu bilan bu teng bo'lib qolyapti. Xo'sh. Shunda bu ham 70 bo'lyapti. Shunda umumiy bu bilan ya'ni bu
bu kesmamiz bilan, ya'ni bu ham teng bo'lib qolyapti. Ya'ni bu yog'i 70 bo'lganiga bu ham 70 bo'lyapti. Keyin bu bilan ham teng bo'lib qolyapti. Shuning uchun bu ham teng. Uzr. Bu emas. Bu bilan bu ham teng bo'lib qolyapti. Keyin bu yoq teng bo'lgani uchun xo'sh, nima bermayapti bizga? Bu bilan bu teng. Hop, endi bu uch burchakka qaraydigan bo'lsak, bu uch burchak uchun ikkita tomoni teng. Shu burchaklar ham teng bo'lishi kerak. Demak, bu yoq ham alfa bo'ladi. Umumiy shunda 80 qo'shilgan ikkita alfa teng 180 ga. Alfamiz teng bo'ladi shunda 50 ga. 89-masalamiz. ABC uch burchakning ichida O nuqta shunday olinganki, ABC uch burchakning deylik, ixtiyoriy O nuqta olaylik. AO, BO va CO teng bo'lsin deyapmiz. AOSimiz, ya'ni AOS 140 bo'lsin deyapti. Shunda bo'tlari bizda 20 dan bo'lyapti. ABSni toping. B burchagimiz so'rayapti bizdan. Xo'sh. Bot alfa bo'ladigan bo'lsa, bot ham alfa bo'lishga majbur. Bot beta bo'lsa, bu ham beta bo'lishga majbur. Xo'p, bizda katta uch burchak uchun qo'llaymiz. Ikkita alfa plus ikkita beta plus 40 gradus teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Ikkita alfa plus ikkita betamiz teng bo'ladi shunda 140 gradus. Ikki bo'laveradigan bo'lsa, alfa plus betamiz teng bo'ladi 70 gradus. Biz alfa plus betani so'ragan 70 gradus. Hop. ABC teng yonli bo'lsin deyapti. Ya'ni AB bilan BC teng bo'lsin deyapti. B burchagimiz 20 bo'lsa deyapti. Bu yog'i nechadan qolyapti shunda? 180 dan 20 olib tashlab 160 ga bo'laveradigan bo'lsak 80 dan. Xo'p, uch burchakning tashqarisida D nuqta shunday olinganki, deylik, D nuqta olingan bo'lsa, muntazam bo'lib qolsin deyapti. Bu yoq ham x, bu yoq ham x bo'lsin deyapti. Shunda ADSni toping. ADS. Bitta kesim o'tkazibmiz. D burchak so'rayapti bizdan. Xo'p, bot muntazam bo'lgani uchun bot 60 bo'ladi. Xo'sh. Bu ham 60 bo'ladi. Xo'sh, biz bu burchakka qaraymiz. Ya'ni teng yonli ekan bular. Ya'ni tush burchaklari ham teng bo'lishi kerak. Ya'ni bot 80 bo'lyaptimi? Bot bizga 80 dan tashlab bu yoq 50 bo'lishi kerak, bu yoq ham 50 bo'lishi kerak. Shunda botga 30 qolyapti. Shunda biz nima qila olamiz? Hop, bu uch burchakka qarasak ham bo'lar ekan. Xo'sh. Ya'ni bu yoq 30 bo'lyapti, bu yoq 140 bo'lyapti, bu yoq alfa. Shu alfani topadigan bo'lsak, bizda bunga qo'shamiz 30 gradus, qo'shamiz 140 gradus teng bo'lishi kerak 180 ga. Alfamiz teng bo'lyapti 10 gradusga. Hop, 93. Bizda A va kesimlar bir-birini o'rtalaridan kesib o'tadi. Ya'ni A, S. Hop, buni A desak, buni B desak, buni S desak, buni D deymiz. Xo'sh, bir-birini kesib o'tadi. Hop, buni birlashtiradigan bo'lsak,
ASD ya'ni S burchagimiz 40 bo'lsa deyapti. To'xtab turing. O'rtalarini kesib o'tsa, bu x bo'lsa, bu ham x bo'ladi, bu y bo'lsa, bu ham y bo'ladi. Xo'sh. SDni toping. SDB ni, ya'ni mana bu burchakni toping deyapti. Alfa. Xo'p, bunda faqat bitta usul bor. X qarshisidagi burchak bilan bu qarshisidagi burchak teng bo'ladi. Shunda alfamiz teng bo'ladi 40. Xo'p, bu burchagimiz alfa, beta, gamma burchakning ichki burchaklar yig'indisi bo'lsin. Bizda alfa plus beta plus fi burchagimiz doimo 180 gradusga teng. Sinus shu ifoda qiymatini toping. Xo'p, bunga biz ixtiyoriy burchak olsak bo'ladi. Ya'ni bizda o'nga 180 bo'lsa bo'ldi. Boshqa qoida kerak emas bizga. 60 olamiz, 60 olamiz, 60. Hammasini qo'shsak ham 180 bo'ladi. Demak, to'g'ri ichki burchaklarni 180 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, sinus alfa plus beta, ya'ni 60 ga 60 qo'ysak 120, 2 bo'ladigan bo'lsa yana 60. 2 bo'ladigan bo'lsak tangens 30 beradi bizga. Minus bu yoq 180 bo'lib turibdi. Tangens plus 45 pi. Ya'ni trigonometriyada plus 45 gradus bo'lib turibdi. Buni pi da o'zgarmaydi, bilamiz. Tangens oralig'i esa, ya'ni tangens oralig'i birinchi chorak, ikkinchi chorak desak, yo'q 3. Ya'ni uchinchi oraliqqa o'tyapti. Ya'ni bunda plus minus minus. Shunda plus oraliqqa to'g'ri kelyapti. Tangens 45 ligicha qolaveradi. Hop, tangens 45 sinus 30. Hop, sinus 60 da bizda ildizosi 3 taqsim 2 ga teng. Ko'paytirilgan tangens 30 bizda 1 taqsim ildizosi 3 ga teng. Ayrilgan 45 da 1 ga teng. Bunda 1 taqsim 2 ga teng. Hop, bular qisqarib ketsa 1 taqsim 2 dan 1 taqsim 2 ni ayiramiz 0. Hop, hammaga rahmat. Sizlar bilan Alfazon. Bizda iqtidorli o'quvchilarni yechimi ham bor. Uni faqat Telegram kanalimga joylayapman. Boshqa mavzularniki ham bor. Xayr.